Assalomu alaykum. Yana bir ishimiz tayyor bo'ldi. Buni bir chekkadan tushuntirib o'tsam. Xo'p, bu chekkasi bittadan eshik, shanniylari tozasidan bo'lgan, vakuumli, qo'yib yuborsiz o'zi yopaveradi, qo'lni qisib olmaydi. Oldida bitta ramkasi bor. Keyin holatda tayyor bo'lgan ishlarimiz vakuumli. Xo'p, tomlariga kelsak, yaxshidan tozasidan bo'lgan, qalin, suv tegsa ishmaydi. Xo'p, bu yerda bitta tortmasi ham keng holatda katta bo'lgan, yaxshidan tortmaning tayi. Xo'p, bu yerda deplari ham oq bo'lgan. Xo'p, bu ishimizga kelsak, 120 ga 2 metr. Shu turishi 1 million so'm.